Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan doktor Jon Uzoqov. Bugun biz demak bolalarni kechki xurragi haqida gapirib o'tmoqchi edik. Ya'ni bolachalar o'sha 5 yoshgacha bo'lgan yoki maktab yoshigacha bo'lgan bolalardagi xurrak haqida gapirib o'tmoqchiman. Bu bo'yicha juda ko'p murojaatlar bo'lishyapti, savollar juda ko'p. Ya'ni bolam xuddi katta erkakdek xurrak otadi. Bu nimadan doktor deyishadi. Bugun shu haqida gapirib o'tmoqchiman. Ya'ni buni razberat qilib bermoqchiman, nima uchun xurrak otishini. Demak, bolalar xurrak otishini asosiy sabablaridan bittasi bu burun orqali yaxshi nafas olmasligi. Burun orqali yaxshi nafas olmasligining sababi esa tug'ma burun qiyshiqligi bo'lishi mumkin, allergiyasi bo'lishi mumkin, plus burunda go'shti bo'lishi mumkin. Mana shu 3 ta asosiy sabab bo'lishi mumkin bo'ladi. Undan tashqari xurrak otishning yana bitta sabablaridan bittasi bu gipertrofik tonsillit, ya'ni anginani juda ham kattalashib, bunday qilib birikib qolganligi ham bo'lishi mumkin bo'ladi. Bunaqa holatlarda nima qilinadi? Birinchi bo'lib, demak, albatta lorga borish kerak. Lorga borish kerak. Lorga borgan paytingizda o'sha paytda aniq bo'ladi nima ekanligi. Endi siz lorga bormoqchi emassiz. Uy sharoitida bilmoqchisiz. Bu xurrak otishi burun orqalimi, og'iz orqalimi yoki o'sha yumshoq tanglay orqalimi? Nima orqali ekanligini bilmoqchisiz. Demak, bu yerda siz qilishingiz kerak bo'lgan ish oddiygina natriy xlorni olasiz, 5 ml 0.9% ni. Demak, yarmini bu burniga bolangizni, yarmini bu burniga tomizasiz. Farzandingizni. Va o'sha kuni kuzatasiz. Agarda xurrak otishi to'xtagan bo'lsa, demak bu burun orqali o'sha xurrak otish hisoblanadi. Sizning farzandingizda. Agarda to'xtamagan bo'lsa, demak u burun orqali emas, demak bu yerda boshqa masala bor. Burun orqali bo'lsa, uni davolab olish ehtimol juda ham tez. Ya'ni o'sha lorga borgan paytingizda agar burun to'si qiyshiq bo'lsa, u narsa demak 14-15 yoshdan keyin to'g'rilanadi. Agarda burunda go'sht bo'lsa, uni demak yoshini qat'iy nazar farqi yo'q. Желательно 3 yoshdan keyin qoidasi bo'yicha, lekin agarda ko'rsatma bo'lsa 3 yoshgacha ham qilish mumkin. Burundagi go'shtni olib tashlash kerak. Agar gipertrofik rinit bo'ladigan bo'lsa, ya'ni vazomotorni allergik rinit bo'ladigan bo'lsa, u yerda demak o'sha allergiyani olib keladigan, chaqiradigan sabablarni yo'qotsa, albatta xurragi to'xtaydi. Anginani sababi ham aslini olganda burun orqali yaxshi nafas olmaslik katta ehtimol bilan. Juda ham redki ko'rganman. Adenoid bilan kelmagan oldimga o'sha anginani kattalashgan gipertrofik tonzillitni juda ham kam ko'rganman. Ya'ni shuni mana shu turadi, ikkita anginasi tomoqda, burunda go'shti yo'q ekanligini kam ko'rganman. Taxminan bir 100 dan 95 ta bolada 90-95 ta bolada birga keladi. 4 ta 5 ta bolada adenoid vegetatsiyasi bo'lmaydi. Faqat gipertrofik tonzillit hisobiga xurrak o'tadi. Shunaqasini ham ko'rganmiz, juda kam ko'rganmiz lekin. Shunaqasi ham bor, bo'lgan. Shuning uchun ham buni aniq bilish uchun, demak, siz hozir zamonaviy uskunalar chiqib ketgan, endoskopiya qildirish kerak burunni. Ya'ni oldingi renoskopiya yoki farengoskopiya qilib ko'rish kerak bo'ladi tomoqni burunni. Lorga borsangiz, o'sha o'zi ko'radi. Aniq ko'rib sizga nima ekanligini konkretni aytadi. Shu uchun ham sizni qilishingiz kerak bo'lgan ish albatta lorga borish kerak bo'ladi. Demak, uy sharoitida xurrak otishni bartaraf qilish bu vaqtinchalik bo'lishi mumkin. O'sha aytganimdek natriy xlor bilan. Butunlay bartaraf qilish uchun esa buni demak lorga olib borish kerak bo'ladi. Aslini olganda demak sleep endoskopiya qilish kerak aslini olganda, lekin o'sha bolalarda juda katta ehtimol bilan burundagi muammolar xurrak otishga sababchi bo'ladi. Xo'p,
xurrak otishni xavfli tomonlari nimadan iborat? Xurrak otishni xavfli tomoni bu birinchi navbatda apnoya, ya'ni kechqurun uxlayotgan paytida nafasini bo'g'ilib qolishi mumkin. Juda ham xavfli narsa bu. Nafas bo'g'ilib qolsa, o'sha oldingilar o'sha eski paytida aroq ichib tili osilib qopti, o'sha qayd qilgan narsasi o'ziga o'zi botib qopti degan gaplar chiqadi. Ya'ni uyquda o'lib qolish yuzaga kelgan narsasi, ya'ni o'sha mana shu narsa o'sha xurrak otish ham xuddi shunday, demak shunga olib boradi. Juda ham kuchli xurrak otish bu shunga olib boradi. Shuning uchun xavfli shu tomoni. Va bu narsa o'sha sleep endoskopiyada aniq bo'ladi. Buni aniq tashxislab, xurrakni aniq yo'qotish uchun demak lor shifokorga, ya'ni foniatr lor shifokorga yanada borsangiz, aniqroq sizga demak yo'llanma beradi. Ya'ni bizni oldimizga keling, biz yaxshilab ko'ramiz, sizga bunda yordam beramiz. Bundan tashqari sizning yaqinlaringizga ham yordam berishimiz mumkin. Nafaqat sizga, balki sizning yaqinlaringizga, sizning farzandingizga. Xullas, agarda sizda shunaqangi muammo yuzaga kelayotgan bo'lsa, bizni oldimizga tashrif buyurishingiz mumkin bo'ladi. Manzilimiz Samarqand viloyati, Samarqand shahrida Dinamo stadioni bilan Ablason bolnitsaning ikkalasini demak kesishgan nuqtasida Medfas xususiy klinikasida ish faoliyatimizni har kuni dushanbadan shanbagacha soat 11:00 dan kechki soat 17:00 gacha olib boramiz. Faqat yakshanba kunidan. Telefon raqamlarimiz 97lik 023 15 45. Xohlagan payt telefon qilishingiz mumkin. Agar siz chet elda bo'ladigan bo'lsangiz, bizning Instagramimiz Dr. Jonuzokov deb yoziladi, qo'shib o'shani tersangiz Instagramga chiqib kelamiz. Bizga сообщение yuborishingiz mumkin bo'ladi. Hamma narsasini, hammani demak baholi qudrat yuborgan narsasini o'qiymiz. Bemorlarimiz ko'p. Bizda ochret bor. Kelishdan oldin albatta qo'ng'iroq qilib kelish kerak. Albatta. Shunday o'zidan o'zi kelsangiz, kira olmay qolishingiz ham mumkin o'sha kuni. O'sha uzoq joydan kelayotgan bo'lsangiz, albatta telefon qilish kerak, sababi bemorlar juda ham ko'p. Kelsangiz albatta biz sizga yordam beramiz. Sizning sog'lig'ingiz siz uchun muhim ekanligini yodingizdan chiqarmang.